O'zbekistondagi aktyorlar orasida eng kuchlisini yo'qlab kelganmiz. Qizig'mi kimniki? Hozir ko'rasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, men bekorga aytmadim. O'zbekistonda aktyorlar orasida eng kuchlisiz deb O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ustoz Sobirjon aka Rahimjonov nimaga kuchli deb bilasizlarmi? Saratonni yengan inson. Otdaysiz. Rahmat. Yana ham kuchaying deb sizni yo'qlab keldik. Rahmat, tan joningiz sog' bo'lsin. Ustoz, sizlarni o'sha o'smirlik davrida to'g'ri keladigan 4 yillik gumma. O'shani hozir tatib ko'rasiz. 30 yil o'sha gummada yedik. 5 yoshda yurganda. Mana yana qaytdi xudo xolasa. Oldingidek uxagorlar o'smas. Bu juda bugungi kunni yoshlari uchun ham, bugungi kungi avlod uchun ham ma'qul bo'ladigan bo'lish uchun bunga ko'proq til, keyin ot yuragi shuning uchun qo'shganmiz. Shu yosh katta odamlar ham, ana siz tengilar ham otdek bo'lib yursin. Baquvvat bo'lib yursin Voy, deb. tan joningiz sog' bo'lsin. Marhamat. Xo'p. Alloh topganingga baraka bersin. Marhamat ustoz. Qani bir mazasini ko'ring. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Ma'qulmi? Yaxshi. Taning sog' bo'lsin. Topganingga baraka bersin. Bu ko'p insonning duosini oladigan narsa. Ilohim. Oshuvga. Bu o'sha Razzoq Hamroyevdan tortib, Hamza Umarovdan ham tortib, mana shundan 5 ta olib, bog'dan o'zbek filmga ketardik. Dublajga. Osh kuchini berardi o'sha 4 ta. Oshuvga. Ilohim. Sihatli, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Alloh ishlaringizga rivoj bersin. Nimaiki yaxshi niyatlarda yurgan bo'lsanglar, niyatlaringizga yetinglar. Farzandlaringni rohatini ko'rlaring. Alloh taolo yo'l yursalaring, mo'l yurib, eson-omon uylarga yetib borishni nasib etib, umrlaringga umr berib, topganlaringni biriga ming-mingga baraka bersin. Allohu akbar.